Yondab tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berishda Jahongir va Somin ishtirok etdi. 성스러운 듯이 나를 바라보고 있는 걸까 납작한 그 목소리 내 귓가에 자꾸 맴도네 마치 운명처럼 자꾸만 떠들지네 상상을 펼쳐볼까 거기에서 내 멋대로 Chanjamin, 네. Ojiyo, 네. Kimgayon, U o'zini tanishtirishdan oldin bizni tanib olyaptimi? U o'zini kim deb o'ylaydi? Kimdanji, 네. Kimyonje, 네. 은하수, Enhasu. Kimoda oltin yutganingizda eshitdimmi? 네. Kim u? Nima u? Bilmayman. Qanday o'tdi, qanday bo'ldi? Unchalik qiyin emas. Nega u bilan gaplashaydi? Faqat uni ismini aytgani yo'q-ku. Ular eng yaxshi do'stmi yoki biror narsami? Oarin, Chumi, 태음이, 네. Yuju, Ha, Yuju, 여의주, ha, 여의주, Yuju, ha. Chugoya, 네. Chujiya, Chujiya, Men janobga, sizning yangi sinf o'qituvchingizman. 한다. Matematika bu yolg'onni bilmaydigan fan. Ekvivalentning elementi shunday boshlanadi. Nuqta hech qanday qismi bo'lmagan narsadir. Bu go'zal emasmi? Nuqtalar shakl chiziqlarga ulanadi. Samolyotlarni yaratish uchun chiziqlar harakatlanadi. Samolyotlar qattiq jismlarni hosil qiluvchi va qattiq moddalar. Vaqt va makon ichida mavjud. Boshqacha aytganda, matematika bu koinot mavjudligini tushuntiruvchi til. Shuning uchun matematikani tushunish kerak. Matematikani tushunish o'z koinotingizni tushunishdir. Men sizlarni o'sha koinotdagi yulduzlar deb bilaman. Har biringiz porlayapsiz, har biri o'z dunyosiga ega. Yulduz tug'ilganda son-sanoqsiz chang bulutlar uni o'z ichiga o'rab oladi. Hatto bir diyum oldini ham ko'ra olmaysiz. Shuning uchun odamlar aytadilar, yulduzlar tartibsizlikdan tug'iladi. Siz ham xuddi shundaysiz. Bu tartiblar orasida sizlar o'zingizga nima yoqishingizni aniqlab olishingiz mumkin. Siz nimani yaxshi va nimani qilishni xohlaysiz. Ammo buni qilmaganlar uchun umid qilamanki, bu semestr qolgan qismi uni topadigan vazifangiz bo'ladi. Qiyinchilikka duch kelsangiz, men sizga yordam beraman. Ammo bu o'zingiz bo'lishingiz kerak. Bu oxirgi qadam bo'ladi. Nima bo'ldi? Buni aytish uchun yulduzlar va koinot haqida safsatami? Uning matematikadagi mag'rurligiga aql bovar qilmaydi. Yoyju, Ha, ustoz. oxirgi sinov imtihonida matematikadan qancha ball oldingiz? Nega u buni kutilmaganda so'rayapti? Men sizni eshitmayapman. 4. 40. 4 ball, ustoz. To'rt ochko. Agar sizda hamma narsa shu bo'lsa, siz maktabga qaytishingiz kerak. Men bilan o'qituvchilar kabinetiga kel. Sinf bekor qilindi. Nega men?
Ustoz. Men sizni rostdan ham suratga olmadim. O'zingiz ko'ring. Bu mening video papkam. Va bu meni yaqinda o'chirilgan papkam. Qarang, bo'sh. Ko'rdingizmi? Shuning uchun emasmi? Sizdan keyin uyga kirganim uchunmi? 늦게 들어와서요? Keyin uning matematikadagi aqli shundaymi? Agar siz ilgari aytganlarimni eshitgan bo'lsangiz, men shunchaki telefonimdan xafa bo'ldim va kechirasiz ustoz, men aqldan ozgan bo'lsam kerak. Yetadi. Qanday qilib men buni qila olardim? Qanday qilib atigi 4 ochkoni qo'lga kiritdingiz? Men matematika kitobimni ochishni ham xohlamayman. Bu qiyin va qiziqarli emas. Men uni o'rganishni xohlamayman va nafratlanaman. Qiyinmi? Qiziq emasmi? Sen shunchaki nafratlanasanmi? Ha, Matematika nima? matematika bu matematika. Matematikani bilmay turib, undan nafratlanishingga ishonching hosilmi? Matematika falsafaning gullab yashnagan joyidir. Va falsafa nima? Buni aniq o'ylaydi. O'ylash. Nega matematik narsalarni mantiq orqali isbotlaydi? Nima uchun raqamlar hamma narsaning ildizi? Buni o'ylab ko'rdingizmi? 아니요. Xo'sh, qanday qilib uni yomon ko'raman deb ayta olasiz? Shunday qilib matematikadan bexabar ekanligingiz haqida fikr yuriting va uni kelib chiqishi qayta ko'rib chiqing. Men ekvalit xat yozishingizni xohlayman. 20 sahifa, ertangi oxirgi qo'ng'iroqda. 20 sahifa? Bor va choy jiyani yubor. Lekin ustoz, Keyingi darsingiz nima? Misterga sizdan oldinroq bo'lganiga afsusdaman. Ba'zida u biroz zerikarli bo'lishi mumkin. Ba'zan yosh bolaga yetuk bo'lishi mumkin. Lekin u yomon odam emas. ko'ryapman. Janob, bu yerda masala emas. Sizni hozir gaz yoqib yuborishadi. Uni bunday himoya qilishning hojati yo'q. Bu mening xonam. Mayli, siz bilan tanishganimdan xursand bo'ldim. U shunday farishta. Nega bunday farishtonga o'xshagan jin bilan birga bo'ladi? Jiya. Jojiya. Hey, uyg'on. Men uyg'on dedim. Janobga seni chaqiryapti. U nima dedi? O'yincha yozishimni so'radi. 20 sahifa. Uni masxara qilganingiz uchunmi? Yo'q, 수학 4점 chunki matematikadan 4 ball olganim uchun. Nega kechikdingiz? Agar siz haddan tashqari uxlab qolsangiz yoki kelishni xohlamasangiz ham buning sababi bo'lishi kerak. Maktabda o'z vaqtida kelish ham o'ziga xos va'dadir. Bundan buyon o'z vaqtida bo'ling. Va agar qila olmasangiz, iltimos sababini tushuntiring. Ketishing mumkin. Siz u bilan birga bo'lganingizni tushunaman. Boshpanadagi bolalar bilan agar ular hech qanday muammo tug'dirmasa, faqat minnatdor bo'lishingiz kerak. Yilni yaxshi o'tkazing. Bu sizning eng yaxshi pul tikishingiz.
우리들의 전당은 Bizning zalimiz sevgi zali. Eski urf-odatlarga tegdi. Quyosh billur ko'zlarini pastga tushiring. Bular muloyim do'plarnikiga o'xshaydi. Va men sochlarimni silliq qilaman. Arslonning yelkasidek chikallashgan. Bundan buyon men Dongjo bilan birga bo'laman va uning sevgan qizi men bo'laman. 성스러운 촛대 11불이 Qo'llaringizni tezroq tushiring, xo'pmi? Eju. Bunga yordam bering. Tanishganimdan xursandman. Yaxshi. Siz Lyusielga o'xshaysiz. Men haqiqatan ham kollejda ko'chada izlanganman. Iltimos, buni bizga ayting. Iltimos ayting. Shunday qilib nima bo'ldi? Bu shunday chiqadi. Aytganimdek x minus y 0 emas va y minus z ham 0 ga teng emas. Buni hal etishga harakat qiling. Qanday ahmoq. 그때 최대값이 x가 최대값. Bugun ajoyib ish bolalar. Cho'jiya qayerda? Unda nimadir voqea yuz berdi va xonadan darhol chiqib ketdi. Yeoju va keyin ikkalangiz tozalaysiz. Nega? Nega biz tozalashimiz kerak? Ishdan bo'shatilgan. Men og'zimni yopishim kerak edi. Qanchalik asabiylashdingiz? Hey. Doskaga yozish juda qiyin ekan. Men birdan qotib qoldim. Qorningiz qanday? Xo'p. Darsingiz qanday o'tdi? So'ramang, men shunchaki uyga ketmoqchiman. Bu ajoyib tuyuladi. Bu qo'l yaxshi. Men faqat sizga tegaman. Siz yumshoq va yumshoqsiz. Siz yumshoq va mayinmisiz? Sizningcha talaba qizlar o'g'il bolalardan jasurroq emasmi? Bu haqda menga ayting. Ular shunchaki ochiq-oydin tikilishib qolishdi. Men qayerdan qarashni bilmasdim va oxir-oqibat fikrlarimni yo'qotib qo'ydim. Bu juda uyatli. Qudratli Yong Dujang. Shogirdlar oldida titraydi. O'g'lim bilsa ushdan ketishadi. Meni qo'yib yuboring. Ajoyib. Nega men bunday dialogga kela olmayman? Siz yumshoq va mayinsiz. Siz yumshoq va mayinsiz. O'z biznesingizga e'tibor bering. Men o'zimni g'alati his qilyapman. Xo'sh, shu yerdamisiz? Ishingiz yaxshimi? Hech qanday ogohlantirishsiz almashtirishni so'raganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Ushbu dorini qabul qiling. Onam uni menga berdi va bu juda Zo'r, katta rahmat. Payshanba kuni smenangizni bajaraman. Bu yaxshi, juda men ham qila olaman. Mening qiladigan ishim bor. Xo'p. Keyin ketaman. Xo'p. Men juda hasad qilaman. Ismimni bu yerda qachon ko'raman? Ko'zlarimni ochgandim. Men o'sha yigitning kotibi bo'lib qolgandim. Yovuz oilaning quli sifatida reinkarnatsiya qilgan. Regressiya haqida hikoyalar juda mashhurmi? Yo'q, men shunga o'xshash narsani sinab ko'rdim. Ko'z yoshlarim bilan to'lib ketaymi? Obsession va yakuniy kasallikmi? Qo'llash katta kichikmi? Bosh direktor va kotib men hammasini oldini qilganman. Yoki 야 말랑말랑하잖아. do'stlarmi? Bolalik do'stlari.
Men zerikdim. Men zerikdim. Jirk. To'xtating. Jirk. Qalam ham ahmoq. Yo'q. O'qituvchilaring haqida xayol qilishni bas qil. Buni qilma, buni to'xtat. Men shuni sotib olaman. Biroz kuting. Hey, buni o'chiring. Bu dahshatli signal. 저좀 깨워. Kimdir uni uyg'otadi. Xo'p. Hey, Daju. 나주. Hey, Daju. 아 일어나. Uyg'oning. To'stingiz hali issiq bo'lganda iste'mol qiling. Bu tiniqmi? 빨리 나와. Shoshilmoq. Bu signalmi yoki sirenami? Biroz pastroq tushiring. Siz har kuni ertalab bunga e'tibor berasiz. Bu achchiq emas. Siz uni ko'proq qovurishingiz kerak edi, qiziqroq. Keyin yemang. Har kuni ertalab akatga nima bo'ladi? Birga yashash kaliti nimada? Xonadoshlaringiz bezovta qilmang, bu sog'lom fikr. Hatto o'z uyimda singil o'rnata olmaymanmi? E'tiboringizni qarata olamanmi? Siz mening ijarachimsiz. Bunday munosabat muammoli. Siz menga ko'proq e'tiborli bo'lishingiz kerak. Sizda eng katta xona bor. Biror narsa sodir bo'lganda bu ijaraga oluvchi bu, ijarachi bu. 치사하다는 생각도 아니야? Bu ahmoq ish emasmi? Men ketdim, axlatmi? Shunchaki men ahmoq dedingmi? Nonushtangizni tugating. Har kuni ertalab men bilan mashinaga yurasiz. Nima bo'ldi? Mashinangiz axlat. Bundan keyin ketamiz. Tezroq ovqatlaning. Menga 50 million won to'lang. Bu she'rda qoyalar va ummonlar. Ular nima demoqchi deb o'ylaysiz? So'zma-so'z ular faqat tog' va dengizni anglatgan, lekin bu yerda 이상향이라고 할 수 있어요. to'g'ri. Shuningdek, 4-misradagi tun so'zi va 5-oyatdagi tosh 시 안에서의 제 인연을 보면 새가 나오죠. qaram shaxsga ega. Biroz itarish ko'zli. 긍정성면을 Biz bu so'zlarni doim ishlatamiz. 사용하는 일상적인 단어이지만 Ammo bu she'rda ularning barchasi alohida boshqa ma'nolarga ega. 하고 있어요. Keling, bugunga shu yerga qoldiraylik. Juda qoyil. Ko'ring va o'rganing. Ustoz Yun, Ha? men sizga bo'rishlagich oldim. Biz hali ham qora taxtalardan foydalanayotganimiz sababli qo'llaringizga bo'rishishi mumkin deb o'yladim. Rahmat. Go'ya, 네. buning uchun rahmat. Hoy, nima bo'ldi? Menimcha, meni kuchli raqibga qarshi turaman. Mening birinchi qorim bo'ron hisoblanadi. Sodiq, ishonchli tur. Buldozer xarakterga ega mol go'shti. O'zini tuta olmaydi, lekin o'z odamiga yoqimli.
Xayrli tong. Bugun siz asosiy fitness testi uchun uzoq masofaga yugurasiz. 5 davra. Qancha tez yugursang, shuncha ko'p dam olishing mumkin. 12 qatorga qo'ying. Tayyor. 서투른 그 시선 나를 바라보고 있는 걸까 널찍한 그 목소리 내 귓가에 자꾸 맴돌아 Men faqat sizga tegaman. 마치 운명처럼 야 말랑말랑 Siz yumshoq va yumshoqsiz. Nima qilyapsiz? Biroz kuch sarflang, buni oldingiz. Tezroq harakat qiling. Yugur, buni olding. Tezroq. Qo'ysangchi, qani endi tezroq. Tezroq. Qattiqroq. Tezroq. 그만해요 이제. 안돼 그만. Bo'ldi shu. Kim g'alaba qozonsa menga baribir. Yaxshimisan? 괜찮냐고. Ha, yaxshiman. Sen yuguruvchimisan? 아니요. Maktabdan keyin sportga qo'shilishni xohlaysanmi? 수요일 5시. Bir zarba ber. Chorshanba kunlari 5 ta. Biz amaliy imtihonga e'tibor qaratamiz. Anketani olish uchun keyinroq mening ofisimga kel. Senda haqiqiy iste'dod bor. 선생님 저 Ustoz, men borib yuzimni yuvaman. Men aqldan ozganga o'xshayman. 심장이 왜 Nega yuragim tez uradi? Bo'lishi mumkin emas. 너 소질 있어. Yo'q, 아니야? bo'lishi mumkin emas. Uni roman qahramoni deb o'ylash shunday bo'lmoqda. 그래서 그런 거야? Ana xolos. Ammo ularning yo'lida hech qanday to'siq yo'q. Menga 3-yigit kerakmi? 줘야 되는 건가? 유학 Xorijda tahsil olgan Han Jimin 3-shaxs sifatida. Yo'q, u juda yengil. Ba'zida u zerikarli bo'lishi mumkin. 가끔 유치하고 Ba'zan bolalik va yetuk bo'lishi mumkin. Lekin u yomon odam emas. Agar buning biron bir videosi internetga paydo bo'lsa, men sizni afsuslantiraman. Afsuslantirasizmi? O'zini ahmoqdek tutib, keyin pushaymon bo'ladigan odammi? Bu o'zi matematika dahosining ahmoqligi. Har bir Lego maktabida professorlik takliflarini rad etdi. Nega bunday qildi? Koreys adabiyoti bo'yicha ixtisoslashgan do'sti bilan kollejga borish uchun unga umuman munosabatda bo'lgan, lekin yashirincha munosabat. Xo'sh, shunday bo'ladimi?
Koreys tili o'qituvchisi matematika o'qituvchisiga ular bolaligidan beri yoqardi. Uning yomon bola jozibasi bilan jalb qilingan. Buni ko'rib jismoniy tarbiya o'qituvchisining yuragi sindi. Matematik koreyschaga qanchalik g'amxo'rlik qilishini hech qachon anglamayimga dahshatli munosabatda bo'ldi va his-tuyg'ularini kech anglab yetdi. Tan olishni istamay u ataylab koreys tilidan qochadi. Ammo keyin P obsessiv top sifatida qaytib keladi. Afsuslangan matematika koreys tiliga yopishadi, uni qaytarib olishga harakat qilmoqda. 미쳤다. Ajoyib. Bu dinamika ajoyib. Bu kema suzib ketadi. Siz ahmoqmisiz? Ha. Senga doim yomon munosabatda bo'ladigan o'sha ahmoqning nimasi ajoyib? Ba'zida u biroz zerikarli bo'lishi mumkin. 가끔 유치하고 Ba'zan u bolalik va yetuk bo'lishi mumkin, lekin u yomon odam emas. U buni ataylab qilmayapti, shuning uchun noto'g'ri fikrga tushmang. U faqat sendan foydalanmoqda. U sening mehribonligingni biladi, shuning uchun u faqat xohlagan narsasini qiladi. Menga baribir. Shunday bo'lsa-da, mendan faqat o'zingiz tashvishlanasiz. Siz ajoyib do'stsiz, Taxiya. Do'stim? Ha, mening eng yaqin do'stim. Bu meni aqldan ozdirdi. Menga aytganingizdek, masofani saqlash uchun. Juicy Onchi. U siz uchun kim? Sion. Nima bo'ldi? Nega bu juda yaxshi ketmoqda? Men buni qilmasligim kerak. Ular mening ustozlarim. Yo'q. Yo'q. Bu roman qolaversa, men ularning hammasini ismlarini o'zgartirdim, balki hech kim tushunmaydi. Men hech qachon bunchalik ma'nosiz yozmaganman. Qahramonlar, dialoglar. Shunga qaramay, bu noto'g'ri. Agar kimdir bilib qolsa-chi? Lekin mening yozganim juda yaxshi. Hey Yun. Bu yerda nima qilyapsan? Diskret matematikani birgalikda o'rganmoqchi deb o'yladim. Ha, ketaylik. 가자. Uzoqroq turing. 서늘한 그 시선 나를 바라보고 있는 걸까 납작한 그 목소리 내 귓가 자꾸 맴돌아 Mayli, ketaylik. Nima gaplar?